xuddi mana shu tarzda taqiqlangan moddani berkitayotgan voyaga yetmagan shaxs qo'lga olindi. Voqea bugun Yunusobod tumani Ahmad Donish ko'chasida soat taxminan 11:30lar chamasida yuz bergan. Millarga ma'lum qilishlaricha 17 yoshli zakladchik yigit o'zida shubha uyg'otgani sabab Yunusobod tuman patrul post xizmati xodimlari tomonidan to'xtatiladi va ushbu fuqaroni borib xolis ishtirokida tekshirganda sumkasini ichidan zarga o'ralgan 7 dona noma'lum modda borligi aniqlandi. Bundan tashqari ikkita joyga bekitganini ko'rsatib xolis ishtirokida olindi. voyaga yetmagan bu yigitcha moddalarni o'zi iste'mol qilishini ma'lum qilmoqda. Bu nima maqsadda bu narsalarni olib yuribsiz? O'zim uchun chekaman. Qatlagadir ko'mdim deb aytasiz ikkita joyga. Nima maqsad bilan ko'mdingiz? Uyda ota-onam ko'rib qolmasligi uchun ko'chaga ko'mdim. Yoshingiz nechida? 17. Kanaldan sotib oldim. Men ishimdan pushaymonman. Qolganlarga bunaqa ish tavsiya bermayman. Pushaymonman. Bu holat bo'yicha hozirda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. So'nggi paytlarda giyohvand moddalar bilan bog'liq holatlarga juda ko'p duch kelyapmiz. Eng achinarlisi bu moddalarni voyaga yetmagan fuqarolar iste'mol qilayotganida va uni tarqatayotganida. Hurmatli ota-onalar va fuqarolar, ogoh bo'ling.